Epileptik bemorlar qanday ovqatlanishi kerak? Epileptik bemorlar agar yangi epilepsiyaga qarshi talvasalarga qarshi dorilar iste'mol qilayotgan bo'lsa, unda birinchi 23 kun mobaynida kuchli allergiya beruvchi giperallergen ovqatlar iste'mol qilmaslik kerak. Bularga kirishi mumkin yarim fabrikatlar, yogurt, pechenyelar, shokoladlar iste'mol qilmaslik kerak hamda sitrus mahsulotlari. Bular o'sha banan, demak, ham kiradi. Mandarin, apelsin va hokazo greypfrut bular iste'mol qilmay turish kerak. 22 kundan keyin demak iste'mol qilsa bo'laveradi. Lekin psixostimuliruvchi ovqatlar, ya'ni ruhiyatni qitiqlovchi ovqatlar, ruhiyatni jo'shqinlashtiruvchi ovqatlar, bularga kofe va kakaolik ovqatlar kiradi. Bular kamroq iste'mol qilish kerak. Achchiq, sho'r umuman iste'mol qilmaslik kerak.